Ajoyib kommentariy o'qib qoldim. Kommentariyada gelikda o'tirib olib gapirish juda oson deyishibdi. To'g'ri, gelikda o'tirib gapirish juda oson. Lekin bu gelikgacha bosib kelingan yo'l bor. Eng katta orzuyim sariq Matiz olib kira qilish bo'lgan. 2007-2008-yillar qarzga kirib qolganman. Rossiyaga borib, Rossiyada birinchi ishlaganim dvornik bo'lib ishlaganman. 1 yil ko'cha shipirib, ko'cha tozalab dvornik bo'lib ishlaganmiz. Mana o'sha vaqtdagi orzuyimga sariq Matizdan boshqa narsa sig'masdi. O'sha vaqtlarda rosa o'ylanib turganimda, bozorda ishlashni boshlaganimda, qachon bu narsalarga erishaman, qachon bu narsalarni qilaman deb qiynalib turganimda, oldimdan bitta hind o'tgan. Hindlar juda boy bo'ladi, o'sha bozorda ishlayib turgan. Men bilan so'rashib o'tgandan keyin ichimdan ikkinchi Faxridan aytgan. Ikkinchi Faxridan, Faxridan, sen Xudoni bitta deb bilsang, harakat qilsang to'g'ri yashashga, halol yashashga, molni Xudo degan odamga Alloh dunyoni beribdi, senga dunyoni bermay qo'yadimi degan ichimdan ikkinchi Faxridan gapirgan. Bu narsa menga juda ham katta kuch bo'lgan. Shundan keyin qanaqa qilib bo'lar ekan, nima qilsam bo'lar ekan degan narsalar anchagina unutganman. Doim ichlaringda har bitta odamning ichida ikkinchi odami bo'ladi. Doim u odam bilan gaplashib, maslahatlarga kirib tursanglar, Xudo xohlasa sizlar ham gelikda o'tirib hayotlaringni aytib berasizlar tez kunda, Xudo xohlasa.